Sifatli qurilish deganda nimani tushunasiz? Sifatli qurilish deganda ustida men garantiya beraman yoki men zapas olib qurdim degan so'zlarga asoslanib bo'ladimi yoki boshqa kriteriyalar bormi? YouTube'ga kirgan odam ko'proq video ko'rishga tayyor bo'ladi. Kofesini, pistasini, qurtini yoki leysini nimadir tayyorlab oladi-da. Men hozir o'zimni hozirgi, ya'ni holatimda menga kerak bo'lgan ma'lumotlarni olaman deydi. Ya'ni bu videoni ko'rayotgan odam qurilish bo'yicha to'g'ri ma'lumot olib, uyini to'g'ri qurmoqchi bo'lgan odamlar uchun bo'ladi. Masalaga mana shu uy misolida tushuntiraman. Qarang, biz o'zimiz shaxsan tanamiz bitta qurilma bo'lsa, Iloh shunaqangi yaratganki, bizni shu qurilma o'laroq, uchun oyog'imizni tagidagi yurgan holatimizni har xil his qilish organlarimiz bilan his qilib, aniqlab, o'shanga yarasha qadamlar bosamiz. Masalan, asfalt ustida yuribman, bemalol yuraman, mana shu krossovkamda yuraveraman. Endi shu krossovkamda loy narsani ustiga chiqmoqchi bo'lsam, bilaman u loyda sirpanib ketaman yoki oyog'im botib qoladi. Shunga men to'g'rilanaman, ya'ni ko'rish hissim bilan, oyog'im bilan sezaman, qo'limda ushlab ko'raman-da, o'sha loyga masalan g'isht tashiyman yoki buliga tashiyman-da, o'shaning ustidan o'zimni manzilimga, ya'ni yurib yetib olaman. Agar bir joyda turmoqchi bo'lsam, kattaroq narsa qo'yaman-da, botib ketmaslik uchun ustiga turaman, og'irligimni misol uchun o'sha turgan katta narsam har qayerga tarqatib olganini hisobiga, ya'ni yuk bitta nuqtaga tushmaganini hisobiga men cho'kib ketmayman. U ham xuddi shunaqa narsa, faqat bunda his qilish organlari yo'q. Ya'ni buni biz qurgan bo'lsak, boshqa qilgan bo'lsak, bunga hech qanaqa bir his qilish bir chiplarni o'rnatib, masalan, oyog'ing tagidagi gruntni o'zing aniqlab olib, o'zing joylashib olgan deyolmaymiz. Shuning uchun buni ilmiy asoslar bilan qurishimiz kerak bo'ladi. Mana bu bizda Toshkentda joylashgan G'ani A'zamov, ya'ni Sag'bon ham deyshadi, G'ani A'zamov mahallasi, Abdullabiyev ham deyshadi. Mana mana shu yerga biz bizvomiz, keyin bu yerda qurilish qilamiz. Qurilishimizni yuklamasi bor. Ya'ni qanaqa yuklamasi? Doimiy, o'zgarmas yuklamasi bor. Beton, g'isht, tom va hokazo va hokazo. Doimiy turadigan, o'zgarmas, rom, hammasini yuklamasi bor. Umumiy hisobda massa bor, ya'ni o'sha qanaqadir tonnaga ega. Endi o'zgaruvchan yuklamalar bor. Shamol bor, shamol ham yuklama. Bu yoqda mana masalan shamol bo'lsa, binoga yuklama bo'ladi. Bu zo'riqadi. Shu zo'riqishga masalan maxsus narsalar ishlanadi. Tepasidan masalan qor yog'adi, to'g'rimi? Yomg'ir yog'adi. Shu qorni ham 1 kvadrat metrida o'lchami bor, necha yuzdir kilo chiqadi. 1 kvadrat metrida. Endi o'sha o'zgaruvchan va o'zgarmas, ya'ni doimiy va o'zgaruvchan yuklamalarning kelib chiqib turib, keyin bu hamma narsa hisob-kitob qilinadi. Hisob-kitob qilib turib, grunt o'rganiladi. Grunt geologiya qilinadi. Bu qanaqa grunt? Loyli gruntmi, qumli gruntmi, toshli gruntmi? Har xil grunt turlari bor. O'sha turlarga ajratib chiqariladi, geologiya xulosa beradi. Keyin seysmikasini olinadi. Seysmika necha ballik hudud, mana misol uchun mana 7 ballikmi, 8 mi, 9 ballik hududmi? Ya'ni yer qimillaganda qanaqa qimillaydi. O'shalardan kelib chiqib turib, keyin konstruktor loyiha ishlaydi, ya'ni hisob-kitob qiladi. Hisob-kitob qilib turib, mana shu gruntga mana shunaqa qurilma qiladigan bo'lsak, ichiga bunaqa sement, bunaqa armatura, bunaqa qurilish mollarini ishlatsak, bu uy mana shu grunt ustida mustahkam va ishonchli o'rnashadi degan xulosa beradi-ki, o'shandan kelib chiqib turib, ishonchli qurilish kompaniyalari, ya'ni tajribali qurilish kompaniyalari uyni quradi. Endi tasavvur qiling, shu hozirgi ketma-ketlikda etib o'tgan yuklamalarni hisob-kitob qildik-da, o'sha hisob-kitobdan kelib chiqib turib, boshqa hududga shu qurilmani, ya'ni shu yuklamani qo'yib qo'ydik. Masalan, Buxoroga, cho'lli joylarga yoki va hokazo boshqa gruntlarning ustiga qo'yib qo'ydik. Ya'ni grunt o'shani, ya'ni imoratni ko'tarishga moslashmaganligi uchun cho'kish bo'ladi. O'sha yerda yer qimillashiga seysmikasi, konstruksiyasi to'g'ri bo'lmaganligi uchun yer balandroq, ya'ni 9 ball qimillaydigan bo'lsa, uy chochilib ketadi. O'shaning uchun ishonchli uy deganda kimnidir asossiz garantiyasi, kimnidir asossiz betonda yoki armaturada olgan zapaslardan kelib chiqib bo'lmaydi. Misol uchun armaturani 16 konstruktor ishlatyapti-da. Ya'ni hisob-kitob qildi, 16 konstruksiyaga 16 armatura chiqyapti. Endi usta yoki boshqa bir tajribali yoki tajribasi kamroq odam 32 armatura qilaylik, zapas bo'ladi. Двойной armatura ishlatgan bo'lamiz.
desa to'g'ri bo'ladimi? Agar to'g'ri bo'lsa kommentariyada yozib ketinglar, men davom ettiraman. Qaranglar. 16 ni o'sha metrajga olib turib, misol uchun 20 metr 16 diametrli armatura ketdi. O'sha 20 metrni olib taroziga qo'ysak, bitta massa chiqadi, to'g'rimi? Bitta kilo chiqadi. Endi 32 ni qo'ysak, boshqa kilo chiqadi. Demak, kilo o'zgaryaptimi? Binoni, ya'ni yuki ham o'zgaradi. Yuki o'zgargandan keyin bino o'zidan og'irlashib ketadi. Ya'ni birinchi qavat, ikkinchi qavat, uchinchi qavat mansarda va hokazolar bilan bino og'irlashib ketadi. Grunt unga соответствие qilmaganligi uchun bino cho'kadi. Ya'ni bu ko'tara olmaydi. Misol uchun, mana shu turpon ustiga mana shu krossovkam bilan chiqsam, 70 kilo bo'lsam, 70 kilo bo'lib turgan holatimda boshqacha turaman. Endi mana shu turpon, mana qazib qo'yilgan turpon ustiga mana shu krossovkamni kiyib 150 kilolik odam chiqsa, u botadi. Shu ma'lumotlardan kelib chiqib turib, sizlarga aniq ko'rsatma beraman. Qaranglar, birinchi qiladigan ishinglar yer oldinglar. Ikkinchi qiladigan ishinglar arxitektorni chaqirdinglar. Arxitektor yoniga обязательно konstruktorni bog'laylar. Konstruktor bilan arxitektor birga ishlasa, ya'ni sizni qurilishingiz qimmatlashib ketmaydi. Ya'ni o'zi себестоимостьdan, ya'ni o'zi asl narxidan qimmatlashib ketib qolmaydi. Ne deganda, arxitektor chizadi, konstruktor uni ko'radi-da, bu joyga misol uchun karkasni emas, misol uchun kompleksni qurish qilsak ham bo'ladi. Kompleksni qurish qilsak, misol uchun budjetimizni 20% ga arzonlashtiramiz deydi. Ya'ni asosiy qurilishdagi, ya'ni kalitlarni, yechimlarni bu yerda konstruktor beradi. O'shaning uchun ikkalovi совместно ishlasagina sizda zo'r, mukammal qurilish paydo bo'ladi. Siz bu videoga bitta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, men davom ettiraman. Ketma-ketlikda keyin qiladigan ishingiz, mana arxitektor chaqirdingiz, konstruktorni chaqirdingiz, yeringizni keyin geologiyasini olasiz. Ya'ni tajribali, o'zini ishini mukammal qilish xohlagan konstruktor odatda arxivga suyanmaydi, geologiya qildiringlar deydi. Shu geologiya asosida men konstruksiya qilaman deydi. O'shandagina mana geologiya xulosasini olib turib, konstruktor arxitektor bergan chiroyli loyihani konstruksiyasini, ya'ni suyagini yaratadi. O'sha suyagi bo'lgandan keyin u hammasi bitta bo'lib, bizga o'xshagan yaxshi qurilish kompaniyadan bittasiga topshirishingiz kerak bo'ladi. U qurilish kompaniyasi loyihani o'qishi biladi, tajribasi bor, grafik asosida ishlaydi, uyingizni o'z vaqtida bitirib beradi. Keyin yana bitta tavsiya, hech qachon konstruktor bergan narsaga qarshi yurmang. To'g'ri, u tajribali konstruktor bo'lishi kerak. Konstruktor ham har xili bor. Oddiy mana programmaga suyanib qolgan, programma asosida ishlaydiganlar bor va tajribali plus programma bilan ishlaydiganlar bor. Shu tajribalisini toping, maslahatlashib, o'sha tanishlaringiz qurilish qilgan bo'lishi mumkin, hokazolardan yaxshi mutaxassis jalb qilingda, o'shanga topshiring. Keyin o'sha topshirganingizdan keyin o'sha loyihachi bergan loyihadan tashqariga chiqmang. Ya'ni konstruktor расчет berdi, mana расчет hisob kitobini berdi, mana bu yerda armatura, mana bu yerda beton, mana xamut, mana защитный слой qilasan, ketma-ketlikda hammasini qo'yib berdi. O'shani ustadan talab qiling. Agar talab qilishni bilmasangiz, qurilish kompaniyasiga topshiring. O'shanda siz xotirjam yashaydigan, mukammal, ishonchli qurilishga ega bo'lasiz. Ya, dilkizda nimadan ekonom qilsangiz qilavering. Oddiy bo'yab qo'ying devoringizni, xohlasangiz atejenta qiling. Xohlasangiz lustra qo'ymay lampochkada yashang, lekin siz asossiz zo'r qilib olganligingiz uchun ishonchli uyda xotirjam yashaysiz. Bu videoga bitta like bosib, uyida qurilish qilmoqchi bo'lgan tanishlaringizga shu videoni jo'natib qo'ying. Faqat o'zingizga emas, ularga manfaatli bo'ladi. Like bosganingiz bu yana ko'pchilikga tarqalishiga sabab bo'ladi. Bu bizga katta foyda bo'ladi. Salomat bo'ling.